Assalomu alaykum bakelar. Major Motors.kg foydali videolarni chiqaruvda, ulantuvda hozir ushul Porter bir avtomobilni qilib olib, kuruch ichida qolib ketgan bo'lsa, o'shani qanday bachishda sizlarga hozir o'rgatib qo'yaman bekelga. Bir video men ikki lifehackni o'rganib olasiz. Hozir bir atyorka men ushul ikki samarasini bakoyni ochamiz. Chech olganimizdan keyin ushul joyda zim bo'lib, salondan shu eshikka o'tib ketgan. Shuni hozir kichkinalar tartib turib, mana shtekeri chiqadi, shunday. Ushul shtekirni chechangiz qalasangiz chechsangiz bo'ladi. Qalasangiz shuni o'zidan dele qilsangiz bo'ladi. Ushul joyda 3 zim bor. Qalin zim 1 2 3 dag'imno 4 zim, inchka zimlar bor. Shu 3 zimdan ikkosini plus minus tegizsak, porteringiz ayniqtara tushadi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Bizga bir akkumulyator kerak bo'ladi. 12 voltni je bo'lsam shurpoylardan 12 volt shurpoylardan batareykasida bo'laveradi. Altolka 12 volt bo'lishi kerak. 128 je bo'lsam 24 volt bo'lsa, anda bo'lib qoladi. Birini ushul qizil zimga tegizamiz. Tak. Birini bo'lsa shu go'k zimga tegizamiz. Ko'rdingizlar-da, mana achaman. Alemi naborot qilsak, mana jalvatadi. Если akkumulyator tava olsanglar, hech bo'lmaganda uzun zim olib turib, akkumulyatordan tartib kelib turib, bir zimni massaga berasizlar-da, bir zimni plusdan olib kelib turib, o'shunday qilib bersangizlar-da ochiladi. Anan ikkinchi lifehack sizlar uchun dalniy ближний farasini kuyib qolgan bo'lsa, если yebillar bilmaydi, shu ochkisini chiqarib, bulchaqlarni chachib, o'zlarini qiynashadi. Buni eng o'ng'ay usuli, shuni chachib turaylar, bu yerda yebillarda bor, lazashnik, shuni chiqaramizda, bu yerda shtekeri bor, shtekerini bunday chiqarib turaylar, shu yerdan almashtirib salsangizlar, eng o'ng'ay yo'li bu. Bizga katalog qo'yg'ular, shunday foydali videolar chiqarib turamiz. Podpiska bosib, kerakli odamlarga jo'natib qo'yingizlar. Assalomu alaykum.